Tak, endi yog'li quruq ko'rjaligi pudralarni tanlashga yordam berib boraman. Qaranglar qizlar. Agar yuzinglar yog'li aralash bo'lsa, byudjetniy pudra xohlasanglar, Airspoon Loose Powder, ya'ni raspchitay pudrasini tavsiya qila olaman. Yog'li aralashga byudjetniy eng yaxshi pudralardan juda ham barakali ko'rib turganingizdek katta. Keyin Chanel pudrasi quruq va yog'li yuzga, aralash yuzga ham zo'r ketadi. Bu pudra bilasizlarmi nimaga? Surganingizda birinchidan yig'ilib qolmaydi, ikkinchidan yuzinglarni yumshoq mayin qilib qo'yadi. Buni ayniqsa men ishlatilgan tonalka bilan ishlatsanglar va ishi kun davomida asal turib beradi. To'g'ri, bu ozgina qimmat, adashmasam bu $65 edi. Plotniyroq pudra xohlasanglar, prям surganingizda и matовый turib bersin, yo 12 soat turib bersin desanglar, тогда Laura Mercier pudrasini tavsiya qilaman. Bu pudra qizlarjonlar, bu Chaneldan ham plotniyroq bo'ladi. Bu tonalkasi такой легкий, lekin pudrasi такой матовый tursin и uzoqroq tursin deydiganlar uchun yog'li aralashga idealniy pudra. Это